tuzoqqa tushishni xohlamagan. 1980-yil 1-mart kuni Parnell tungi qo'riqchilik ishiga ketadi. Uyda Steven va 5 yoshli Timothy qoladi. Bu paytda Steven butun hayotini o'zgartiradigan qaror qabul qiladi. U Timothyni olib qochadi. Bu qaror ularning ikkalasi uchun ham juda xavfli edi. Agar Parnell ularni topganida oqibati dahshatli tugashi mumkin edi. Ammo Steven ortga qaytmadi. Ular piyoda uzoq yo'l yurishadi, keyin yo'lda mashina to'xtatib xavfsiz joyga yetishga harakat qilishadi. Steven yolg'iz o'zi qochishi ham mumkin edi, ammo u Timothyni tashlab ketmadi. Nihoyat ular politsiya bo'limiga yetib olishadi. Politsiyachilar avval kichik bolani taniydi, chunki hozirda bu butun Kaliforniya bo'ylab qidirilayotgan Timothy White edi. Ammo uning yonidagi o'smir yanada katta hayratga sabab bo'ladi. U 7 yil oldin yo'qolgan Steven Steiner edi. Politsiyachilardan biri keyinchalik Steven o'z shaxsini ham aniq bilmay qolgandek ko'ringanini aytishadi. Steven ularga sekin shunday deydi: "Mening ismim Steven ekanini bilaman, agar adashmasam familiyam Steiner bo'lsa kerak." 7 yil tutqunlikdan keyin u nihoyat uyga qaytadi. Ammo bu hikoya shu yerda baxtli tugamaydi. Uyga qaytgach, Steven oddiy hayotga moslashishga qiynaladi. U yillar davomida ichishga, chekishga ruxsat berilgan, tartibsiz va qoidalarsiz yashagan, bosim ostida, kamsitishlar ichida hayot kechirgan bola edi. Maktabda unga oson bo'lmadi. Ba'zi bolalar uning boshidan o'tgan voqealarni bilib, uni masxara qilishdi. Otasi bilan munosabatlari ham og'irlasha boshladi. Shunga qaramasdan Steven hayotini tiklashga harakat qildi. U turmush qurdi, 2 farzand bo'ldi. Bolalar xavfsizligi haqida gapira boshladi va o'g'irlash holatlariga qarshi kurashuvchi guruhlar bilan ishladi. Ammo 1989-yil atigi 24 yoshida Steven ishidan qaytayotganda mototsiklda avtohalokatga duch keladi. Halokat oqibatida u halok bo'ladi. Uning dafn marosimiga 500 dan ortiq odam. Eng ta'sirli jihati shundaki, Stevenning tobutini ko'tarayotganlardan biri 14 yoshli Timothy White edi. O'sha Steven bir vaqtlar tashlab ketmagan kichkina bola. Keyinchalik Timothy katta bo'lib, Los Angeles okrugi sherif departamentida deputy bo'lib ishlaydi. 2010-yilda Merced shahridagi Apple Parkda Steven va Timothy qo'l ushlashib turgan bronza haykal o'rnatiladi. Aynan Steven bolaligida o'g'irlab ketilgan shaharda. Kendall Parnell esa Steven va Timothyni o'g'irlagani uchun bor yo'g'i 7 yilga qamalgan. U 5 yil o'tirib ozodlikka chiqqan. Keyinchalik u yana bir yosh bolani sotib olishga urinayotgan paytda qo'lga olinadi. 2008-yil u Kaliforniya qamoqxonasida vafot etadi. Steven Steiner hikoyasi faqat true crime emas. Bu qo'rquv ichida ham inson boshqa birovni qutqarish uchun jasorat topa olish haqidagi hikoya. U bolaligini qaytara olmasdi, lekin Timothyning bolaligini saqlab qoldi.